Anay, abdan tudunuz mu? Qanğa mijazınız? Tutum balam yaxshi. Amma abdan tudum anay. Anay emisi iliqi biz deyishgandek ayati quruvchini boshlab aglab uyni silishga boshlasak bo'ladimi? Bo'ti balam, bo'si uyni yangilab silavetilanda qildi. Doğrusuna quruvchini chaqiray ana. Bu nima gap ana? Uyni qo'yib bilak salmoqchimi? Undaq balam, demisimi uy bu bak ko'niyat ketdi. Akam o'zidan pul chiqib, qayta yangilab salmoqchi. Shundaqmi? Bu akamning ilisi ekanligini uqmadingmi? Bu nima degani ufka? Xusalliq qama. Sen xiyolingda mushunda qilsam bu yerga echalayman deb o'ylab qoldingmi? Ham xiyol qama. Endigan balning kichigi, qoida bo'yicha anamdan keyin qolsam bu uy man qilish kerak. Men izchil anamga hamroh bo'lib kelyapman. Balam, bu sening nima deganing? Akangni xato o'ylab qolmag'in. Ana, akamning maqsadini tushunmabsa, men sana akamning maqsadini deb beray. Akamning yendim pul chiqarib bu uyni silish maqsadi bo'lsa, sendan keyin qolsa bu uyni uzun qilib olmoqchi. Vaqti kelsa, sen bu uyni men yenimdan pul chiqarib soldim deb uzun qilib olmoqchimi? Sen bak rezil nirtang bak qaytgan akasini. Og'zingni yom. Ana, bu sening nima qilganing? Aski desa, senday qiyindashqa mehriroq odamni aski deymiz. Ana, bo'ldi achchiqlanmang. Ukamma xato tushunib qoldi. Ukam, qat'iy xato tushunma. Sen bilirsan, meniki sharjida bino uyim bor. Mening uyim borda men bu uyga ko'z qizartib boqmadim. Men faqat sinini o'yladim. Balam, akang seni deb shunday qilyapti. Sen buni bilmamsan. Akang ukamga men dada o'yinida bo'lmasam bo'lmaydi dedi. Akang dadam bizdan ayilib ketdi. Men bo'lsam bino uyda yahat o'ltiyotman. Lekin ukam bilan silay yanala koni uyda o'ltiyotsizlar dedi. Shunga uyni yangilab silib, oxirgi umringda bo'lsimi? Turmushning hayatiga erishtirsam, kinchi ukam to'y qilib, keyincha ukam bu uyga gidochilik qilsa, japa tortmagan bo'ladi dedi. Shunga men uyni yangilab silishga qo'shilgan. Akangni xato tushunib qolsa balam. Xato tushunmagan balam, akang seni g'amingni yeyapti. Ana, aka, meni kechiringlar. Men oqqarni payqatmayman, akamni ayblab septiman. Aka, meni kechiring. Men o'ylaganimga, anam bilan ishqilanganimga ko'pdan ko'p rahmat. Hech qisi yo'q ukam. Bu aybligingni to'g'ri bo'ldi. Men dadamdan qolgan yaxshisi sana, anamga ko'ngil bilib bilmadim. Xizmat aldirchiligida vaqtida gap qarammadim. Bu aybligingni to'g'ri bo'ldi. Men hech bo'lmasa o'sha uylarni yengilab bo'lsin silib, dadamning yo'qligini chandumay, sizlarga azoq bo'lsin mehr muhabbatimni yetkazay deb o'shunday qildim. Bo'ldi ukam, hech qisi yo'q. Bu to'g'ri ayblash bo'ldi ukam. Balam, mijozim yo'q, balam. O'ynab. Balam. Ha, yana nima bo'ldi canım ana? Yana nima bo'ldi? Men adashlar o'yini qilib aytdim. Bir et degandimda bir tamoqni qilib qo'ymasin, mashchilikni qilib qo'ymabsiz. Och qo'saq deb o'ynaman mo canım ana. Hey, kuni qolsin mijozim yo'q deb shu tuyukni uylar yatisgan canım ana. Mijozingiz bo'lsa qayda qilib bitma qalang. Nuğulga doya kappadim, mana to'ymochi doya kappadim. Ya bunu mu yemabsiz? Pul eline pulay. Pul. Kapağın ağzına. Yatma pul eline pul men adashim o'yni aytma. Kishada 60 net koy pulum bor, daya ağzına. Akilana. Saklagan. Bu 60 net koy pul nimaga bota qalang? Bu darma kelmaydi, menga bir yo'l tamoqqa bo'lmaydi, Allohim bilan benim deb, Allohim buni deb javob berma. Hey. Ay canım. Yani yetipti mi anam? Yani yetipti. He, bu kesel köpüs anam yeni yetipti. Naştılık mı yok? Balam etiyeni kopsun naştılık talep falan gittin. Bir ığız mı yok? He, yani anam işe var. Balam dayamla kaç geldiniz mi? Akşam dayan pulum var.
Vay canım ana, dar disken, o siz bergen 60 kor pul ana akşam ağılına bir yoxlu tamakka mı boğmadı, yündügü sünde olmadı. Aman ekep bergen darını içep yatkaş çoğuna yetin ha. Ut hayvan, sana el ağını mühim mu, ana mühim mu? Ben keçimi gündüz işlep, ben anamın keseline dava tutmayıp öge payda almasam, sen anamın horluğu da oldun mu? Sana el ağını mühim mu, ana mühim mu? Ut işek hayvan. Hey, yana nima qilib bersam bo'pti? Nima qilib bersam bo'pti? Ayna dara kappadim, hammani qilib berdim. O'z ko'psab yotqizib qo'ydim, endi nima qilib berma? Holdan ancha xabar oldim, bular. Qanday xabar olsam bo'pti? Aldın xabar aldın. Muşu senin aldın xabar alğının mı? Aldın xabar eliştigen. Endi oltuyup, ana halınız qanda, darı içdiniz mi? Tamak yediniz mi? Depmi da endi oltuyup, ahvalını sorsan, ana aldın xabar alğın bomanda. İşte sülkep de ha. Benim yoklukımdan faydalanğının degen ama o. Qala, anamның hali yok muşunda oltuydu. Sen tağı anamın kol takızgıdak oldağıma hut hayvan. Mayli balam, akağını köçüygen akağının dallıqı. Ben mi saqib gitdemi? Ana, meni kechirim vaqtida gap halingizni qarab qilmadim. Aka, al ağını degan hammani tepiladi. Sana ana muhimmi, al ağını muhimmi? Anamdan keyin qalsaq, al ağını degan yo'q narsa. Vaqti kelsa pul topsaq, al ağının hammasi bo'ldi. Hozir anamning ba vaqtida anamning qadrini olmayman. Mayli balam, akağın eski bolsun yanıla yamay yoldan qaytalıdı. Mayli, öz ana degen balasını köçüyüvertalıydı. Hopda ana, senin yüzün vaqtim kechirib o'tay. Ana, men dep vafasız oğlunuzu keçirim. Gerçi micazınız bombası, ana micazınız qanda? Tamak yediniz mi? Darı içdiniz mi? Deyiş yok. Darılarını aldınız edip, şu el ağırlığını dep size hakaret edin. Sizge vaxtida güvenmedim. Tamak etip tamak yüzemmedim, micazınız yok. Yani ben şunda eskilik qilib tursam, men dep vafasız oğlunuzu keçirettiniz. Ben bu şapkatınızda bir ömür rahmet etmekenim ana. Rahmet.